The Dubbing. Eng so'nggi animelar. Uni topdingizmi? Ha. Korixaning bir bo'lim rahbari uni sehrlar shahridan uchib ketayotganini ko'rgan. Yaxshi, biz undan bir qadam oldinda bo'lishimizni ta'minlang. Xo'p, xonim. Shunday qilib, nihoyat uchrashamiz. Ariel. Uy qishlog'ingga qancha vaqtdan beri qaytmading? Sehrgarlar shahriga kelganimdan beri kelmadim. Shuning uchun taxminan 1 yil. Nima bo'ldi? Hech narsa. Shunchaki ota-onangiz qanday odam ekanligini tasavvur ham qila olmayapman, xo'jayin. Mening ota-onam oddiy odam. Yana shu narsani aytyapsanmi? Ular ham sinfsiz deb aytmoqchimisan, to'g'rimi? Aslida onam qilich xudosi, otam esa sehrgar lord. Bu umuman oddiy emas-ku. Bugun kechqurun shu yerda qolaylik. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Sinfsiz qahramon 12-qism. 'Imperatorning imperiyasi'. Bu juda yoqimli. Suv juda yaxshi ekan. Davrangizga qo'shilsam maylimi? Ha, bu yerda aralash hammomga ruxsat berilgan deyishganda. Bu yoqimli iliq suv. Ismingiz nima? Arel. Va ismingni unga aytmaysanmi? Bu yerga ko'p kelasizmi? Yo'q, birinchi marta. Uy qishlog'imga qaytayotganimda tasodifan bu joyni topdim. Xo'jayin. U oddiy ayol emasligini bilasiz-a? Buni sezaman. U hujum qilsa ham sizga ahamiyati yo'q. Faqat ongingizda yangi ko'nikmalarni ko'rishni xohlaysiz. Sen meni ancha yaxshi tushunyapsan. Mayli. Ariel, sayohatingizning maqsadi nima? O'ylab ko'rsam, kuchayish deb o'ylayman. Jang qilishni yoqtirasizmi? Shart emas. Men shunchaki bilmoqchiman. Sinfsiz bo'lgan odam sifatida qanchalik kuchli bo'la olishimni. Siz haqiqatan ham sinfsizmisiz? Ha. Ko'nikmalaringiz bormi? Maxsus hech narsa yo'q, lekin bu meni to'xtatmaydi. Odamlar sizni ustingizdan kulib masxara qilishmaydimi? Ehtimol qilishi mumkin. Ammo bu meni bezovta qilmaydi. Uyimga taklif qilsam rozi bo'lasizmi? Ya'ni imperiyamga. Imperiyada sinfsizliging uchun keladigan odam yo'q. Imperator xonim bu xatti-harakatni hammaga taqiqlagan.
Bu sening uchun oson bo'ladi. Rozimisan? Bu yaxshi mamlakatga o'xshaydi. Ha, shunday. Men bilan borasanmi? Yo'q, rad etishim kerak. Nima uchun? Oldin aytganimdek, menda hech qanday muammo yo'q. Bundan tashqari, men hech qayerga borishni xohlamayman. Ammo Xayr. Uning taklifini rad etishga ishonchingiz komilmi? Sen ham meni kuzatyapsanmi? Yo'q, shunchaki sen imperiyada yashashni xohlaysan deb o'ylagandim, xo'jayin. Shunda sen meni yo'qotishing mumkin. Shunday qilib men erkin bo'lishim mumkin. Afsuski yo'q. Ha, odamlarning didi turlicha bo'ladi deb o'ylayman. biroz to'xta. Men 8 imperator generallaridanman. Shinobi Malika Kuriha. Xonim imperator buyrug'iga binoan siz men bilan borishingiz kerak. Men bormayman dedim. Borasiz. Imperator buyrug'iga qarshi chiqib bo'lmaydi. Meni qiziqtirmaydi. Meni o'sha imperator bilan aloqam yo'q. Va nega o'sha mamlakat rahbari aynan meni izlamoqda? Aniq bilmayman, ammo juda muhim topshiriq. Imperator xonim uzoq vaqtdan beri sinfsiz odam Arielni izlamoqda. Bu mening qarorimni o'zgartirmaydi. Imperator xonim juda yaxshi, u sizga zarar keltirmaydi. Yana aytishga majburlamay, men bormayman. Hali shunaqami? Agar xohlamasang, Agar jang qilishni xohlasang, men ham rahm qilmayman. juda tezkorsan. Taxminan 10 kishi shundaymi? Qani yashirinishni bas qilinglar. Qanday qilib bizni topding? Biz hammamiz yashirinish mahoratidan foydalangandik. Shunga qaramay, odamlar borligini yo'q qila olmaysiz. Bir odam meni chalg'itishi mumkin, ammo 10 kishi yetarli noqulaylik beradi. Lekin buni iloji yo'q. Kuriha xonim, siz yaxshimisiz? Menda hammasi joyda. Ha. Uning ma'bud himoyasi deyarli yo'qolmagan. U yosh, ammo aniqki, bu guruhning eng kuchlisi. Yo'q. Kuriha xonim, sizning yuzingiz iflos bo'libdi. Diqqatingizni unga qarating. U oddiy sinfsiz qahramon emas, ehtiyot bo'ling. Hamma bir vaqtning o'zida hujum qilish kerak. Xo'p, xonim. Shoshiling, biz Kurihaga yordam berishimiz kerak. Uni bitta o'zi eplay olmaydi. Imperator xonim uchun o'sha sinfsiz Arielni iloji boricha tezroq topishimiz kerak. Nima? Ularga nima bo'ldi? Necha kishiga qarshi kurashdingiz? Biz faqat bitta odam bilan kurashdik. Bu ahmoqlik. Bir sinfsiz odam hamma bilan kurasha olmaydi. Bu sinfsiz Ariel kim bo'ldi o'zi? Nima? Yana do'stlaringiz keldimi? Aytdimki, xo'jayin, shoshilaylik, bu yerdan ketaylik deb. Lekin jang qilaverib, mana qornim ochib qoldi-de. Bu Arielmi? Ha, undan albatta raqibning kuchli aurasilar qilyapti. Ammo men Dragon Malika Dora, imperiyaning ulug' qimmatli 8 generallaridan biriman. Sizni xonim imperatorga olib borishimiz kerak. Siz biz bilan borasiz. Qani bir to'xtangchi, bu vazifa menga yuklatilgan. Faqat men olib borishim kerak. Tushundim. Siz hammangiz bir vaqtda hujum qilishingiz yoki ketma-ket kelishingiz mumkin. Ammo men sizdan bittagina narsani so'ramoqchiman. Men xohlayman, har biringiz eng kuchli sehringizni qo'llang. Shuni ko'rishni xohlayman. Albatta, agar siz shuni xohlasangiz, biz ham xuddi shunday yo'l tutamiz. Buning muammoli joyi yo'q. Sizdan iltimos, imperator xonim yoniga olib borguningizcha o'lmay turing.
Tayyorsiz deb umid qilaman. Afsus, ular hech biri sezilarli mahoratni ko'rsatishmadi. Xo'jayin, siz endi o'zingizni super inson sifatida ko'rishni boshlashingiz kerak. Shunday deb o'ylaysanmi? Nega bu imperator meni shunchalik izlayotganini bilmoqchi edim. Imperator xonim mamlakatimizdagi eng kuchlisi. Ha? Siz allaqachon uyg'ondingizmi? Bu tez bo'ldi. To'g'ri, siz kuchlisiz, lekin bizning imperator mahoratiga raqib bo'la olmaysiz. Birinchi marta raqib bo'la olmaydigan mahorat shundaymi? Qanday mahoratligiga qiziqyapman. Bu onamning qilish ustaligi va dadamning sehridan farq qiladimi? Hazillashyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, o'sha joyga boramiz. Xo'jayin, siz o'zgarmaysiz. Bu imperator qasrimi? Bu yerga kelganingiz uchun minnatdormiz. Men Malika Riyanaman, ulug' 8 imperator generallaridan biri. Men ham xuddi shundayman. Imperator xonim sizni o'z xonalarida kutyapti. Men Malika Fennaman. Imperator xonim huzuriga tinchgina borib kelasiz degan umiddaman. Men Malika Kennaman. Siz shu yerda ekansiz, demak siz bilan jang qilsa bo'ladi. Agar mahoratni ko'rsatayotgan bo'lsangiz, men xohlaganingizcha jang qilaman. Ammo jarohat olsangiz meni ustimdan shikoyat qilmang. Ular hattoki chivindek emas. Siz hali ham Arielni olib kelmadingizmi? Xonim, u tez orada shu yerda bo'ladi. Ana xolos. Men o'ylagandimki, generallar kuchli edi. Sizni hayratga soladigan mahorat bo'ldi. Ammo hech narsa juda ta'sirli bo'lmadi. Nima? Siz 4 kishini o'zingiz yengdingizmi? Shunday ekan, bu imperator qayerda? Men bilan nima qilmoqchi? Agar iloji bo'lsa, uni mahoratini ko'rmoqchi edim. Men 8 imperator general sifatida o'zim senga qarshi chiqaman. Ariel, bu sensan. Haqiqatan ham bu yerga keldingmi? Ariel. Qo'y. Qo'y meni. Bu nima balo bo'ldi endi? Xo'p, nega men bu yerdaman? Menga javob ber. Nega imperator sifatida harakat qilyapsan? Nimani so'rayapsiz? Bularning hammasi sizga bergan va'dam tufayli-ku. Ha, men o'z mamlakatimni yaratdim. Esingizda bo'lsa, men sizga buni va'da qilgandim. Bu yerda hech kim sinfsizlarni kamsitmaydi va bu yerda siz osoyishta va tinch hayot kechirishingiz mumkin, Ariel. Bu qanchalik ajoyib, a? Ha, imperatorimiz ancha ajoyib ekan. Va hammamiz bu yerda yashaymiz, Ariel. Hatto men, onam, otam va Mirani ham bu yerga olib kelaman. Buni qilishing shart emas. Ha, bilaman. Buni qanchalik tez qilganimni. Aytdim-ku, bunga hojat yo'q. Nega? Axir bularning barchasini sen uchun qilgandim. Sening xavfsizliging uchun qilgandim. Ammo sen... Rahmat, qilganing uchun minnatdorman. Xo'p, unda... Ammo uzr. Boshqa joylarda qilmoqchi bo'lgan narsalarim bor. Shuning uchun bu yerda doimo qola olmayman. Unda sen nima qilmoqchisan? Haqiqatan ham bu yerda qolish imkonsizmi? Men sinfsizman. Ammo aynan shuning uchun men har narsani o'rganishim mumkin. Boshqalardan farqli o'laroq, mening imkoniyatlarim cheksiz. Men mehnat qilishni yoqtiraman. Yangi ko'nikmalarni o'rganish, ularga o'zgartirish kiritish va kuchaytirishdan zavqlanaman. Ariel, Uyimdan chiqib sayohat qilish meni turli odamlar bilan tanishtirdi. Ularning har biri o'z g'oyalari va maqsadlariga ega ekanini ko'rdim. Bunday tajriba ham meni o'sishga yordam berdi. Shunday qilib, siz qilgan ishlaringizdan minnatdorman. Ammo men hozirgi kabi erkin harakat qilishni xohlayman. Men baxtliman. ha, tushundim. Sen ancha kattarib ulg'ayib qolgan ekansan. Buni tushunmaganim uchun uzr. Demak, endi o'zing xohlagan narsangni qilishing mumkin. Rahmat. Asteya.
Vaqtim bo'lganda kelib seni yana ko'raman. Ammo sen agar shuni xohlasang, men ham xohlaganimni qilaman. Nima bu? Osmon irodasimi? Siz uni o'zingizga bo'ysundirmoqchimisiz? Bu qobiliyatingizdan foydalanib o'z akangizni o'zingizga qul qilib olmoqchimisiz, xonim? Qaroringiz qat'iymi? Ha, albatta. Akalar o'z singillariga bo'ysunishlari kerak. Akajonim, to'xtang. Bu Astiyaning mahorati emasmi? Arel, ortingizga burilib menga qarang. Arel, men bu kunni uzoq vaqtdan beri kutyapman axir. Endi siz o'z xohishingiz bilan o'z singlingizga uylanasiz, akajon. Nima? Rostdanmi? Jiddiy gapiryapsizmi? Demak, faqat siz o'zingizni o'ylab shunday qilgan ekansiz-da. Tinchilan, tinchilan. Arel, menga faqat siz uylanasiz. Siz juda ham uyatchang bo'lasiz-da, Arel. Xo'p, unda birinchi qadamni o'zim tashlayman. Nega? Nima uchun meni mahoratim sizga ta'sir qilmayapti? Axir bu osmon irodasi-ku. Men eshitgan edim, imperatorning mahorati eng kuchli. Shuning uchun yo'l davomida u nima bo'lishini o'yladim. Birinchi marta qiynalganimda tushundim. Siz meni sehr bilan bog'laganingiz emas edi. Yoki oyoqlarim harakat qila olmasligi ham emas edi. Aksincha, shamol ruhini ishlatganini sezdim. Bo'lishi mumkin emas. Shuningdek, osmon irodasini qo'llash shartlari sizning ovozingizni eshitish bo'lishi mumkin deb o'yladim. Shuning uchun men vaqtinchalik atrofdagi hamma narsani eshita olmaslik uchun sehr qo'ydim. Bundan tashqari, ko'rinib turibdiki, bir vaqtning o'zida ikki buyruq berib bo'lmaydi. Rostini aytsam, men bu mahorat eng kuchli bo'lishi mumkin deb o'yladim. Siz shu bilan bu yerdagi 8 imperatorni bo'ysundirdingiz. Yo'q, bu rost emas. Biz imperator xonim irodasiga chuqur ta'sirlandik, shuning uchun u bilan birga qolishni xohladik. Bu hammasi haqiqat. Xonim mamlakatga sadoqatli va yolg'on gapirmaydi. Tushundim. Siz ham ulg'ayibsiz, katta opa. Xayr, Asiya. Mayli. Yaxshi ekanligingizdan xursandman. Arel bo'lib o'tgan vaziyatga qaramay, mendan hali ham xavotir olib yuribdi, to'g'rimi? Ha, bu aniq shunday. Ha, demak, u haqiqatan ham meni sevadi. Aka-singillarning sevgisi abadiydir. Men hali juda ham kuchli bo'laman-da. Arelni o'zimga bo'ysundirib olaman. U meni aniq sevib qoladi. Uyga keldim. Oh, xush kelibsan, Arel. Men yanada kuchliroq bo'ldim. Ko'ngling istagan joyga borishing mumkin. Faqat yaralanmay kelsang bo'lgani. Bu gapni sizdan eshitish kulgili. Uyga kelishingdan oldindan aytganingda yaxshiroq bo'larmidi? To'satdan kelganingga hayajonlanib Keyingi qoldim. safar shunday qilaman. Yanada ulg'ayibsan, Mira. Chunki siz bir yil qayergadir g'oyib bo'ldingiz. Endi bunaqa g'oyib bo'lib qolmang, xo'pmi aka? Ular haqiqatan ham oddiy odamlar ekan. Oldin aytganimdek. Akajon, bu nima? Arel, bu sovg'a men uchunmi? Uni olsam maylimi? Albatta, xohlaganingni qil. Proro bilan ham o'ynagin. Xo'jayin, meni berib yubormang. Men yuqori sinfdagi demonman axir, shunchaki bermayin. Hamma narsaga qaramay, Astiya bilan uchrashdim. Ha, u yaxshi ekanmi? Ha, jinniligini qaramasa. Kiring. Reynar,
Nima bo'ldi? Ha, salom. Yaxshi keldingizmi? Ancha vaqtdan beri ko'rinmadingiz. Shunga biroz suhbatlashsak degandim. Rozimisiz? Albatta bo'ladi. Rostdanmi? Men shunchaki Magic shahar haqida ko'proq eshitmoqchi edim. Shuningdek, sen haqingda ham eshitmoqchi edim. Rostdanmi? Siz ham menga qiziqish bildirasiz deb o'ylamagandim. O'tgan yil davomida onam bilan qanchalik mashq qilganingni eshitdim. Qanchalik kuchli bo'lganingga qiziqyapman. Ha, albatta. Siz shunga qiziqayapsizmi? Xo'sh, siz borgan shahar qanday ekan? Ha. Avvalo, 3 ta sehrgar bolani uchratdim. Aril yana qayerlargadir ketib qolibdi-ku. Ha, men buni sezgandim. Qanday turdagi mahoratga duch kelarkanman? Buni bilishni kutolmayman. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Va nihoyat sinfsiz qahramonning eng oxirgi qismini ko'ryapmiz sizlar bilan. Va mana shu animemiz tugadi. Ovoz berishda ishtirok etdi Ego. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Albatta keyingi qismi yo'q, lekin keyingi animelarda ham Ego bilan qolasizlar degan umiddaman. 決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ神様